Tanada FIFA Jahon Kubogi Journal Devis nihoyat jamoaga qo'shildi. 2 taym O'zbekiston Yahoo News Tanada. Kanada FIFA Jahon Kubogi jurnali Devis nihoyat jamoaga 2 taymga qo'shildi. O'zbekiston Yahoo News Tanada qiziqarli potensialini masxara qilmoqda. Jahon chempionati o'rtoqlik o'yinlarida Kolumbiyaga raqib bo'lgan O'zbekiston Kanadaga qarshi maydonga tushdi. Colombiyone chom. O'zbekiston Jahon chempionati 2026 ro'yxat futbolchilar, guruh va Diaro As taqvimi. Manba: Konate Real Madridga o'tishni yopib qo'ydi. Real Madrid va Fransiya terma jamoasi himoyachisi Ibrahima Konate o'rtasidagi muzokaralar so'nggi 48 soat ichida davom etdi va to'liq kelishuvga yaqinlashmoqda, deya xabar beradi manba. Ebola qo'rquvi tufayli Kongoda Jahon chempionati oldidan o'rtoqlik o'yinlari bekor qilindi. Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoasining Ispaniyada o'tkazilishi kerak bo'lgan Jahon chempionatidan oldingi Chili terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik o'yini Afrika mamlakatida Ebola epidemiyasi bilan bog'liq sog'liq muammolari tufayli bekor qilindi.